Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim qamrovi 27% dan 78% ga oshdi. Yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrovi esa 9% dan 42% ga yetdi. O'qituvchi va ustozlik kasbining obro'si va nufuzini keskin oshirishga hal qiluvchi masala sifatida qaramoqdamiz. Pedagoglarning o'zaro tajriba va bilim almashish uchun yagona xalqaro platformani yaratish maqsadida O'zbekistonda butun jahon professional ta'lim sammitini o'tkazishni taklif etamiz. Shuningdek, mamlakatimizda ilg'or sog'liqni saqlash tizimini yaratmoqdamiz. Ertaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida tashabbusimiz bilan bolalar saratoni va boshqa og'ir kasalliklarga qarshi kurashga bag'ishlangan yuqori darajadagi tadbir o'tkaziladi. Unga barcha xorijiy hamkorlarimizni taklif etamiz.